Konnichiwa animeshniklar. Bugungi videomiz anime yangiliklari haqida bo'ladi. Qulayroq o'tirib oling. Men boshladim. Zero animesining 4-fasli 2026-yilda chiqadigan bo'ldi. Mana bu teaser treyleridan sahna. Frieren animesining 2-fasli 2026-yil yanvar oyida premyera qilinishi kutilyapti. になることだけを考えていました。俺はきっと逃げ続けていた。けど今は違う。早々のフリーレン第2期2026年1月放送開始。旅はこれからだよ。 Hozirda Netflixning 50% foydalanuvchilari anime janrini ko'rib bormoqda ekan. Eng qizig'i Solo Leveling animesiga bag'ishlab kino olishni boshlashibdi. Buni albatta Netflix suratga olyapti ekan. Va albatta biz sevgan Jujutsu Kaisen animesining 3-fasli premyera qilinishi arafasida. Hozirda dublyaj ishlari ketmoqda ekan. Demon Slayer animesining Cheksiz qasr filmining 1-qismi 2 soat 35 daqiqa bo'ladigan bo'libdi. Aytgancha, Tokyo Ghoul animesining yangi filmi 21-iyulda premyera qilinadigan bo'ldi. Wisteria Want and Sword animesining 2-fasli 2026-yilda chiqadigan bo'ldi. Crunchyroll shunchalar erinibdiki, o'zini animelarini subtitrlarini ChatGPT orqali tarjima qilib qo'yishar ekan. Ulkan okean animesining 2-fasli piratskiy saytlarda chiqib ketdi. Hozirda ko'rib olishingiz mumkin. Hozirda 3-fasli olish rejalashtirilmoqda. Bu yozgi anime yangiliklari edi. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, sog' bo'ling.